Ona diyorimiz O'zbekistonda bugun 26 noyabr. Bu yil tugallanishidan bir oydan salgina ziyodroq vaqt qoldi. Shu o'rinda men sizga bir chiroyli tilak bildirib o'tmoqman. Kamida ishning uy nasib etsin sizga. Bu yil 2025-yilda siz ham kima shu joyni ilinsangiz, albatta bu videoning silkasini o'zina tashab qo'ying. Bog'eram to'yxonani bilasiz. Shuni orqa tarafindamiz. Bu yerda aeroport. Aeroport silasangiz ham bo'ladi, Bog'eram to'yxonani orqa tarafida desangiz ham bo'laveradi. Bugungi kunda elde 10 metrlik joy topish imkoni urug'i din bo'lib qoldi, to'g'risi. Bilib tursiz, 7 metr, 7,5 metr osnovnoy, lekin 4 metr, 5 metr qurilib turgan uylar ham bor. To'g'ri, korpusdan zo'r uylar. 300-400 million ikki etash joy berib turibdi, elde 4 metr bo'lishidan qaramayman. Ne bo'lsam korpusdan yaxshi, 2 xonali, 3 xonali korpusning puli. Korotcho eldidan 10 metr, arkasında bo'lsa 20 metr. O'zgacha uslubda qurilgan. Biza gözümüz o'rgatgan odatiy uslubdan chekinish qilingan. Noqalikini ichandan ko'rsataman. Uyimiz Toshkentskiy uslubda qurilgan. Qarang, giraverishingiz bor, o'sha ishni eldidan burchakka qilib ketilgan. Uyga xolasangiz bu yerdan kirishingiz mumkin. Xolasangiz avtomat darvoza bor, mashinangizni to'g'ri shundan kiraverasiz. Bu o'zgacha emotsiya beradi. Qarang, diyorlar atido travertinni zo'r ishlangan. Farzan kiyib ish qilinmagan. Yanlar esa kafel. Ne deydi? Yetganmi? Uyga kirganingizdan keyin e'tiborni tortadigan birinchi narsa oyoqning tiklari kafel. O'zim yaxshidan qilingan, arzon kiyib narsa ishlanmagan. Patologlar ham ponni patolog bilan patolog qilingan. Diyorlarga qarang. Har birine alohida gul, bezak berilgan. Qo'l qilib ketilmagan. Rim ustunlari deymi, belgi buralar deymi, odam o'zini tortadi baribir. Bu yerda esa erkaklarning jakadan letni oshxona. Bu yerda letni hojatxonasi ham bor. Yetkazsa, uyning ichini bir qator ko'ramiz. Aytgancha uyimizni silti, podval qilingan, undan bir qator ko'rib o'tamiz. Qarang, uyga girish bilan odam priятныйdan ranglardan foydalangan. Nima deydi? 3D rasmlar. Bu 3D deysizmi, buni 7D deysizmi? Lustra. Iminoy dalan uchun mo'ljallangan. Bu narsani men ko'p remont bo'lgan uylarda ko'rib o'tman. Arzon kiyib, bo'j yopishtirib o'tdilar. Nima bo'ladi? Bilsangiz kommentariyada yozib keting. Bu boshqa vaj. Bu yerni bilasiz, televizorning zona deyiladi. Perdeler ham alohida e'tibor berib o'ting. Har xonaniki o'zgacha, o'zina mos, xos qilib ishlangan. Oyoq tiklari ponni, tuyuqli pol qilingan, laminat ustidan zo'rindan gilam döşalgan. Endi o'zgacha uslubda dizayn, o'zgacha uslubda proyekt degan sababi, bilsangizlar, bizlar uyga kirganning dalan o'ng qo'lda sırası zal bo'ladi. Kuxnining to'rni to'vasini dikadilar. Desa boshqacha. Uyga girgandan o'ng qo'lda kuxni qilingan. E'tibor etadigan yeri oynalar ham to'liq panoramli, zamonaviy uslubda. Bilasiz, bizlar me'morchilikda Toshkent izidan boramiz, Toshkent, Turkiya, Yevropani izidan boradi. Turkiya, Yevropani panoramli oynalara o'tganda biroz vaqt bo'ldi. Toshkentdan e'tibor eting, hattoki domlar ham uji da patolog oyna bo'lib ketgan. Bizda mina asta-sekin o'tib borayotir panoramli oynalara. Pastda 40 cm podokонник и depada patologgacha oyna. Kuxning yoqqan yeri kafelni qarang. Selik kafellar ham zo'rindan urilgan и ustidan g'olasi döşab qo'yilgan. Kuxning jo'mbiraklarinacha oddiy har narsasi alohida e'tibor bilan ishlangan. Ne deydi? Jo'mbir etfarami? Keyin bu yerda itimati, duxovkasi, gaz plitasi, холодильник, xullas dimoxotlar hamma narsasina bor. Endi lustra, patologlar e'tibor eting. Patologlarda menga yoqqan yeri hech yerda montajni ishlatilmagan. Zo'rman qilingan. LED lampochkalar nima deydi? Bugungi kunda zamonaviy tipi. Ko'p odam bilsangizlar, ishora
Arginin lampochkadan foydalanadi. Bu relisli lampochka bu. Relisni ishlatilgan и yuriydi. O'ng'a chapa yuriydi. Bugun ayni shu kunda birinchi etajda bir zal, bir dalon Ispaniya bo'lsa, u o'ta ideal proyekt hisoblanadi. Qarang, birinchi etajdagi zal bu. Zaldan qarang, trezorniy zonalar ham boshqacha ishlangan. Bu oddiy emas, taxta trezorniy zona. Bu narsalar nima deydi? Lyustralar o'zgacha. Arka tarafda bog' bor, bir 1 metrdan ziyod bog' qilingan, bu yerda endi zalda eshik bor. Shundan chiqiladi. Aynan qaratish uchun, quvonchlar aytgan gap kelmasligi uchun qilingan bu yer. Bu yerning oynasidan qarang, panoramik qilib berilgan, katta. Perdaga e'tibor eting. Perdaga. Bu yerda o'zina xos boshqacha dizayn bilan qilingan. Qilchatirlar ham. 1 2 3. Mana shu ishlaydi. Ba'zi birinchi etajdagi spalniyadan qarang, spalniy zona alohida biralari ikkan tarafdan rozetka, kulchatirlar, bu yerdan kichkina akkuratnatib televizorniy zona qilingan. Yan tarafda esa oynasi bor. Arka tarafga qarab turibdi. Perdalar ham. Bir like bosib, bizlarga obuna bo'lib turing. Biz esa siz bilan ikkinchi etajga chiqishdan oldin sanuzulga e'tibor etamiz. Birinchi etajni sanuzuli. Bu yerda oyoqlar tupli pol. Umumiy olganda hamma sharoit ortiqi bilan bor. Jo'mraklari qarang, 1 2 3 4 xil ishchidan. Jo'mburlari, aksonlar ham bor. Oyoqlar issiqqina. Qarang, bu yerda podvalga tushib ketasiz. Zina ham umuman boshqacha uslubda ishlangan. Podval. To'liq hamma yeri podval qilingan. Podval ham tupli pol, oyoq issiqqina bo'lib turibdi. Bu yerda banka, samka qo'yish uchun alohida joylar. Onda esa duh kontrning kotyolni kattasidan qilib qo'yilgan. Gaz, suv, svet, kommunaldan muammosi yo'q. Bellarda vajlar o'chindi. Podvalni havosini turish uchun o'tishlar ham qilib ketilgan. Barcha hamma narsa podrobniy hisobga olingan. Ikkinchi etaj ham shu zinani o'zi olib chiqadi. Zinani o'rtadagi plashatkasidan qistirib ketilgan. Biralari bilan 1 2 3 dona bira bor. Endi lyustra qarang, nima deydi? Noga o'xshaydi shu lyustra. To'g'ri, kakalak rasmida turibdi, lekin o'zi boshqacha bir ajdarhoga o'xshamay. Ikkinchi etajda 2 dona katta zal, 2 dona spalniy bor. Biz birinchi zaldan boshlaymiz. Buni balkon ham bor. Nima deydi? Lyustra, led, televizorniy zona, oboy, g'oli, laminat hamma narsasi bir-birini uyg'un qilib qilingan. Panoramniy oynadan balkonga chiqiladi. Ikkinchi etajdan oynalari panoramniy qilib qo'yilgan. Bu yerda esa ikkinchi etajdagi ikkinchi katta xona. Bu ham zal uchun planlashtirilgan. Perdaga qarang, har o'yiniki boshqacha qilib ishlangan. Lyustralar. Yetami. Endi ikkinchi etajdagi spalniyalarni ko'rib chiqamiz siz bilan. Qarang. Ikkinchi etajdagi birinchi spalniya bor. Lyustra. Ko'p yerlarda ishi demoxotniy narsa e'tibor qilinmaydi. E'tiborsiz qoldiriladi joychilar tomonidan. Lekin bu yerda hamma xonada deyarli bor. Koridor ham normalniy kenglikda. Endi 10 metr bo'lgandan keyin xonalar ham, koridorlar ham keng tushadi. Bu yerda ikkinchi spalniya ikkinchi etajdagi. Birala bir endi spalniy zona qilingan, endi televizor uchun rozetka, antenna joylari ham qilib yetilgan. Narxini aytaman. Narxi $148,000 Amerika pulida. Noda bo'lish narxini arziydimi? Albatta kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Aytib o'tganimizning bu o'yinni o'zingiz yaxshi ko'rgan odamlarga yerib qo'ying. Oxirida esa ikkinchi etajdagi sanuzulni bir qator ko'ramiz. Fonik, kafel, topli pol, ummaniki hamma narsasi bor. Da patolog kafel qilingan. Ko'rdingizmi? Juda narsalarga e'tibor qilingan. Perdalar nima deydi? Buni erkaklar tushunmasam, ayollarimiz yaxshi tushunadi. Uya alohida bir moda, fokus, dizayn beradigan narsa, chiroyni ochadigan narsa bu perda hisoblanadi. Noga perdani aytibman. Perdani sizga reklama etib o'tchakman.
Nozik pərdaları, nozik did egaləri üçün. Nozik pərdaları bu pərdalar satıladigan butik. Bir də nova. Pərdəni xalaqancha 100 xildan ziyod bir də pərdələrin 100 xildan ziyod assortimenti bor. Xalasanız şunun özündə tovarni xarid qilib tiktirishingiz ham mumkin. Xalasanız tovarni ketib o'zingiz boshqa yerda tiktirsangiz ham bo'laveradi. Nechun bozordan aynan shu butikka borishimiz kerak biza deydigan bo'lsangiz, bizada bozordan narxi arzon. So'qda nova bozor. Issiqxonada kelib bir kasa kofeni ichib berib, saylagan boshqacha qilib berib, bozorda bizadan arzon topsangiz, biz yana arzon beramiz. İşte telefon nomerlarini, Instagram profillerini qoldiramiz. Bemalol o'tib, bizdan oldimizdan murojaat qilsangizlar, yana da chiroyli narxga qilib beradilar. Chiroyli, arzon, qimmat, bahaybat joylarni ko'rish uchun o'tar barmachi bizlarga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Toza video qo'yganda dingirlat oldingizdan chiqadi. Короче, muborak bo'lsin. Sizga yarashadi bunday uylar.